Mashina viu dedi. Mashinamiz viyuladi dedi. Bir marta viu dedi, to'xtadi. Ikkinchi marta viu dedi-da, paq dedi-da, var atib svetini yaxmasdan mashina manaqa qarab turardi, manaqa qarab turgan, mashaqalab ketaverdi. Dedim bu mashina nima qildi? Bolalarim erta keldi, u bola 8 da kelgan edi. Ana o'g'limning mashinasi maytda edi. Nimaga? Vodiy stakasiga borganmizda qo'yliqqa. Telefon ko'zimga tushyapti. Iltimos, telefonlar ko'zimga tushyapti. Iltimos sizlardan. Borganmizlar. Shuni borib qolsangiz, mashinaning ichiga kirib keladi shofir. Oynadan shuni kirib turib, "Qo'qonganmi?" Yanqo'rg'on bu uyda. Yo'q, men ketmayman. Nargisiga yopishadi. U burchaydagi mashaqasidan yoqasidan ushlab olib kelib, "Qo'qonganmi aka?" Qo'yaveraman, shofirman odam tashlagani keldi. Odam kam paytda bu, odam kam, mashina ko'p bo'lib qoladi-yu. O'sha payt mashinadan tushib qolsangiz, anjoni mashina o'rab oladi. Aka, anjanga oldi bosh o'tirasiz ketyapsiz aka. Bittasi o'tirasiz ketyapsiz aka. Oldi bosh. Aka, orqada 100 yotib ketasiz, menga chiqing iltimos sizdan. 100 yotib ketasiz aka. Aka, menga chiqing iltimos, musbana aka. Aka, pulingizni ham beramiz, gaplashib ketamiz, menga chiqing iltimos. Yo'lda majburlardan bir hisob beraman. Chiqing aka, iltimos sizdan. Chiqing. Siz musbana aka, aka, mana kalt, haydab keting mashina. Haydang. Agar bo'shroq kelsangiz ko'tarib olib ketaveradi bular. Agar festivalga qor yog'ib qo'ysa, yo bayramdan oldin borib qolsangiz, taksiz mana shunday qilib turgan bo'ladi. Dubyokani qalinidan kiyib, festivalga qor yog'di, buni davri keldi. Mashinada turadi. Ko'rgan odam stankani xo'jayini mana shu bo'lsa kerak. Odam qidirish yo'q, o'zingiz borasiz. Aka? Anjan ketmaysin mabodo. Ya'ni nos qilganlar. Nima edi? Aka shalik. Og'aynim bilan ketmoqchi edik bayramga, uyga yetib olaylik deb. Shunga bir bo'sh bo'lsa mashinangiz olib ketsangiz, aka. Desa, necha kishisanlar? 2 kishimiz aka, bir tog'im bilan 2 kishimiz. 4 kishi bo'lib keyin yuraman. O'zingiz odam qidirasiz-da. Ancha ketadiganlar yo'qmi? Bola mashina bor ekan. Ancha ketmaysizlar, mashina bor ekan aka. Anjanga aka. Yo'q, men taksist emasman, men odam qidiryapman aka. Hamroh kerak. Bo'sh mashina bor. 2 ta odam aka, 4 kishi bo'lib keldik, yurasizmi desa, 5 taga to'lasa yuraman. Aka, nimaga 5 taga to'laymiz? 4 kishimiz hamma o'ziga to'laydi, 4 taga to'laymiz desa, menga kim to'laydi? Sizga nima to'lash kerak aka desa, senlar tashlagani men ham boraman Anjanga. Bekarga ketmayman o'zim. Shuncha qor sovuqda. Bu 5 taga rozi bo'lib, amallab mashinaga o'tirib olganingizdan keyin yo'lda ketadimi deb qo'yadi. Uyqu tortyapti-yu. Magnitofon ham buzilgan. Ashula aytib ketinglar bolalar. Xurshid Rasulevdan bo'lsin, Xurshid Rasulevdan. O'xshatib ayt. Solda o'tirgan odam, "Dilaram ko'rmasam, dilda yo'q orom. Ko'changdan intizor o'tganlarim bor. Qo'llaring izi bor, deya har oqshom darvozang zulfini o'pganlarim bor." Dilaram ko'rmasam, dilda yo'q orom. Alisher Fayz yo'qmi? Alisher Fayz ham bo'lasiz, Hosila Rahimova ham bo'lasiz, bordiңiz. Jasur Umirov ham bo'lasiz. Yoshlar babida aytinglar desa, Jasur tashulasi aytib ketadi keyin. Ular soddaliging bilan ko'rasan bizni ayirar. Vay. Go'zal qizligingiz bilamiz, vay. Ha endi nima qilamiz, vay.
Ko'pam yerga urma bizni, vay vay. Yetib olsangiz bo'ldi-da, ashula aytib berasiz. Seni yayratar diyorum, sadoqang bo'layni yorum. Seni yayratar diyorum, sadoqang bo'layni yorum. Qarashing mani madorim, biz tomonga bir qarab qo'y, tomonga bir qarab qo'y. Qarashing mani